Roblox'dagi biza bugungi videoda bo'ldi Amirchik va Surojboy bilan birgalikda va yana obunachilar bilan birgalikda bo'ldi. Ko'rib turganinglarda Farruxjon bor ekan. Qarorchi biz o'zlarimiz uchun YouTuberlar o'yin yaratamiz bo'ldi. Har bitta obunachining yoki bolalarning o'zini YouTuberlar uyi bo'ladi va o'sha YouTuberlar uyini bo'ldi podpich yig'ib turib, ya'ni like'lar, obunachilarni to'plab turib bo'ldi eng zo'r uyga aylantirishi va eng zo'r pul ishlab turib, masalan, YouTuberlardan podpichlardan pul ishlab turib eng qimmat mashinani sotib olishi mumkin bo'ldi. Qarorchi biz hozir challenge qilamiz. Kimni uyi, kimni podpichlar va kimni mashinalari qanchalik ko'p bo'lar ekan hozir ko'ramiz bo'ldi. Qarorchi biz bilan Mercury, man, Surojboy, Amirchik va Farruxjon. Farruxjon $154,000 puli, 15,000 ta obunachisi bor ekan bo'ldi. Oy, sen ham o'ynagan ekansan-ku. Ming ta obunaching bor-ku o'zi. Yo'qmi-yo bolalar. Qarorchi men ochaman bolalar, o'zlarimizga tanlar ekanmiz bolalar. Men custom qilmoqchi bo'lsam 36 Robux. Men sketch bo'lsammikin men? Men sketch bo'laman. Qarorchi bolalar, hozir mana uyim bu bolalar. Kichkinali fasad tayyormas, hamma hech qaysi joyi qilmagan bolalar. Ko'rib turganingizda bu yerda YouTuberlar ham bo'lishi kerak. Multiplayer nima bu? Qarorchi, bu yerda first dropper bolalar. Bitta bunaqa narsa chiqib Mo'ytda pul kelar ekan. Ha, pul tushundim. 5 ta o'rganda bitta ochamiz. Bay premium dropper 27 Robuxga premium dropper olamiz bo'ldi. Bittasini sirazi kuchayishimiz uchun $1500 dan beryapti. Yo'q-mayo. Day pullarni so'qqadan yig'ib olamiz. Davay, men uni ochamiz, upgrader, bay yana dropper ochamiz. Endi YouTube knopkami bu? Mana YouTube knopka. Qo'ydilar. Mana orzu qilaman olishdi bo'ldi. Mana 2,5 mingtaga. Oy. Boshni kuchayib tasharik ko'berdi bo'ldi. Avto kollektor bor ekan, oltin 27 Robux ekan. Yo'q-mayo. Davay bo'ldi, 27 Robuxga avto kollektor olib qo'yamiz. 2x cash esa bo'ldi 59 Robux ekan bo'ldi. 2x obunachilar bor ekan. Professional kameralar bor ekan bo'ldi. Vahshiy dahshat narsalar bor ekan. Nima deysizlar? Nima olamiz bo'ldi? Hali hozir olmaymiz. Hozir kompyuter sotib olamiz. Birinchi kompyuterimiz. Hozir bizning 0 obunachimiz bor. Gaplashar ekanmiz, stream qilar ekanmiz. 80? Menda qancha bor? Mana 4 ta obunachi bor. 100 bo'ldi. Mercury'da 1,5 million ta obunachi. Yo'q, qanaqasiga? Mana kompyuter sekundiga 3 ta obunachi olib kelar ekan. Bitlar esa obunachilarni yiqqanimizdan keyin 120 ta obunachi, 30 ta obunachi olishar ekanmiz. Qani nima olib kelding menga? Bu sana mashinangmi? Yo'q-mayo, Lamborghini qayerdan olsan? Kuchayib ketdi. To'xtanglar, nechta obunaching bor sani? 2700 ta obunachi. Ya qara betdan jo'rabdi bular. Darrov shuncha narsalar olib tashyapti bular. Yo'q, ko'tingga. Men obunachilarim o'z fotografiya qiladi menga, obunachilarni ko'paytirib oladi. Yangi xona qursa bo'lar ekan. $1000 ga yana qanaqa narsalar, obunachilarni ko'proq yig'ish kerak ekan, qarorchi bo'lar, obunachilarni. Mazga devor quramiz yana, ikkinchi etaj, chiroqlarni yoqamiz, uylarimiz hozir obunachilar yig'ishimiz uchun, aytib ko'proq pul ishlashimiz uchun yaxshilab sharoitlarni yig'ishimiz kerak bo'lar. $38,000 pulimiz bor. Ikkinchi etajda ham ikkinchi etajda anaqa narsa sotsa bo'lar ekan. Pul kam qoldi-ku. Premium dropper bo'ldi. Premium dropper betga ham qo'yib qo'yamiz. Premium dropper qo'yib qo'ydik betga ham. Bo'ldi. $3,000 dan chiqar ekan betda pul bo'ldi. Bay upgrader olamiz hozir. Day pullar kelib tursa, pullarni qayerdan olamiz hozir? $37,000 bor. 30,000 ga bay upgrader olamiz. Upgrader oldik. Endi dropper bo'ldi. Yana $50,000 dropper olsa bo'lar ekan. Mana devor, menga yo'l, menga yana narsalarni qo'shaveramiz bo'ldi. $20,000 pul kerak endi bizga. Qarorchi, davay find nima bu? Bu knopkalarni topib beradigan ekan. Shop money turqsiya bo'lar ekan, reverse bo'lar ekan. Reverse'imiz hali endi 9% bo'libdi ekan. Mana shu uyimizni ko'proq qilishimiz kerak edi. Yaxshilab qursa, o'shanda narsa ko'payadi bizning pullarimiz. Professional kamera mana bu yerda 32 Robux bor. Professional kamera olsammikan? Yes, more subscriber perikli custom Tycoon after build. Qarorchi bo'ldi, kerak emas. Boshqa narsa Robux sarflamaymiz. Voy. Mana bu yerga lift qursa ekan. Ikkinchi etaj bo'lsa, sirazi ikkinchi etajga chiqadi. Devor oyna o'rganganimizdan keyin bitta dropper olishimiz kerak bo'ladi. Dropper pulimiz tezroq ko'payishi uchun yangi dropper sotib oldik. Endi dropperdan keyin upgrade'dan sotib olsak, bitta tezroq upgrade bo'lib, ya'ni masalan, mana tushayotgan narsamiz $800 edi, $1000 bo'lib ko'payyapti, ko'rdinglar? Shunaqa narsalar bo'ladi bizda.
Endi yangi xona sotib olishimiz uchun bo'ldi 30 ming dollar pul kerak ekan. 30 ming dollarga yangi xona oldik. Yaxshi. Endi bu yerga bo'ldi dining room, keyin 10 ming dollarga devor by driver deb qo'ygan. Yo'q. Короче, ishtimay qurmay turamiz. Mana bu yerda hozir 50 ming dollarga, 80 ming dollarga upgrade olishimiz kerak. Shuning uchun pullarni ishlatmay turamiz. Mayt obunachilarga narsa sotsa bo'lardi. 30 obunachilarga yotoq, 120 obunachiga esa anaqa, 400 obunachiga bunaqa, 1000 obunachidan keyin upgrade qilsak bo'ladi bolalar. Anomizda, kompyuterimizda 4 ta sekundiga 4 ta obunachi kelyapti. 850 ta obunachidan keyin bizda unlock driver nima? Driver nima edi? O'shani ochar ekanmiz. Bu nima bu? Stolmi? Kompyuterimizni 1000 ta obunachida upgrade qilamiz hozir. Bu yerda polislar hammasi o'yishlayapti. Birinchi tajimiz chotki, kompyuterimizni upgrade qilsa, все. 920 ta obunachim bor mana hozir. Nechta obunaching bo'ldi sani? Sroji bo'ldi 4700 ta obunachi. Qanaqasiga sizlar ko'paytirib, vobshe ko'payib ketyapti sizlarniki. Sizlar qanaqasiga obunachilarda garaj? Garajga tom, by garage window. Sizlar qanaqasiga vobshe tez kuchayapsizlar? Nima qo'ygansizlar? By tools floor nima bu? Ha, bir nimalar sotib olyapman, короче. Hozir to'g'ri 1000 to'g'riga upgrade qildim mana. Bu yerda bosib turish kerak shekilli-da, ularni bosib turish kerak shekilli. Yo'q, menda kam ko'payibdi, ko'p ko'payotgan yo'q baribir. 10 tadan bo'ldi. Endi 10 tadan beryaptim sekundiga, 16 tadan beryapti. 18 tadan endi. Yo'q-mayo, bilan bosgan sari bor obunachilar ko'payib borar ekan. Buni qara, 20 tadan sekunda 4x qilib berar ekan, 4x, 5x. Yo'q-mayo, kompyuterda bolalar bizga YouTube'ga video qo'yganimiz uchun berar ekan obunachilarni. Başta 2000 ta obunachi bo'lyapti menda bolalar. Hali endi 2000 bo'lyapti manaki. Bizdan kelyapti. Bu yerdan meni men 4 ta obunachi sekundiga ishlayotgan ekanman. Day, mana bosaveramiz. Darshi bosganimiz sari ko'payib obunachilar 42 ta bo'ldi. 48 ta bo'lib ketdi. Yo'q-mayo. Videolarimiz uchibdimi deyman-da, obunachilar ash zo'r kelyapti. Qani endi o'zi 50 tadan o'zi ishlar ekan bolalar. Bo'ldi, men o'zim yo'lini topdim-ku. Lazer eshik qo'ydim. Lazerni yoqib qo'ygan so'ng hech kim kira olmaydi uyimga. Nima bu? Bir nima oldi buraydigani. Yo'q-mayo. 2,5 ta televizor, 4000 ta obunachilar sofa olsa bo'ladi. Mana bosib turib yana kuchaytiramiz. Day. Mana bosamiz, yaxshi YouTube'ga video yana bo'ldi. Kuchaydi, 54 tadan beryapti. Yana update sofa betga kira va divan qo'ydik. Yana 70 ta obunachilar bo'ldi, yana bitta kirat qo'ysa bo'ladi. Bola obunachilar yig'ib turguncha men ikkinchi tajini cho'tki qilib taxlashim kerak. Mana bu yerda ham yana narsalar, menga narsa qo'yib berdi. Bu tezroq yuradiganmi? Teparoq sakraydigan qo'yil ekan. Qarang, tepaga ikkinchi etajga chiqamiz. Ikkinchi etajda ochadigan narsam juda ham ko'p. Ikkinchi etajda yasab qoldi. O'yin qo'yasizlarmi sizlar hozir? So'qqa dahshat kelyapti. Ikkinchi etajni ham polностью taxlaymiz. Turaverringdan. Oshxonani ham polностью taxlayapmiz. Oshxona ham polностью tayyor уже. Yaxshi. Kitob javon, betga kravat, televizor, PlayStation, gilam qo'yamiz. İkinci etajimiz YouTube'da knopkali yostiq bor ekan. Bedroom bolalar. Betkiza, Espanya, bu tualet-ku. 10 ming dollarga biz shkaf olsak bo'lar ekan betga. 10 ming dollarga decoration narsasi, yuz qo'limiz yuvishga betga. Yana bu yer polisi tayyor. Ikkinchi etajdan polni tayyor qilib tashladim. Farruxjon eng mashhur narsa ekan, YouTuber ekan, serverimizdagi. 33 ming bo'lib ketgan işte. Farruxjonda 86 ming 100 ga bo'ladi hozir Farruxjon. Yo'q-mayo. Farruxjon 100 ga obunachi bo'ladi, knopka oladi-ku bizdan oldin. Nima? 3 kompyuterim bor. 3-etajda ochdim mana. 3 ta kompyuter? Qanaqasiga bu? 25 ming obunachidan keyin kompyuterni yana rivojlantirsa bo'lar ekan bolalar. Cho'taman va sharqda qolib ketyapman bolalar, rivojlantirmasam hozir zonamdi. 25 ming 26 ming dollar bo'lib ketib bo'lasiz, kompyuterimizni rivojlantiramiz. Bo'ldi, men o'zimni kompyuterimni qo'yib berdim Abidga. O'zimni kompyuterim, o'zimda bor. Bunaqa kompyuter bolalar uyimda. Hozir o'ynab o'tiribman mana. Uchimizdan qildik,
Yo-mayo, bo'ldi. Men obrazlar vahshiy tez ko'paytirishim kerak bo'ldi. Bularda orqada qolib ketdim men. 30 ming obrachim bo'ldi. Sizlarda qancha? Amirchikda 70 mingda? Yo-mayo, qanaqasiga? Davay, montaj qilyapman, videolarni qo'yapman, zapis qilyapman, YouTube'ga qo'ydim. Davay, zo'r 200 ta sekundiga 200 ta obunachi beryapti. Yana 400 ming dollar pul. Sekundiga qancha berasan, Amir? Sekundiga. Ha. 313 qo'yibdi. Men 220. 400 ming dollar pul yig'ilgan. 3-taj ochib qo'yishim kerak. 80 ming dollar. Ay, Farruxda obrazini qara, ey. 1 million oltin ko'ribga o'rtku-ku, kumush oladi deb o'tirdim hozirgina. Men Srojboyga yetib olyapman, bola, azincha qoldi. 40 ming dollarchi bo'ldim ishi. Yana kuchaytiraychi, drivers bularni kuchaytirib qo'yishimiz kerak. Bu 50 ming ta podpischikda ekan obunachida. Yaxshi. Qani 3-tajga chiqaychi, 2-tajda yo'qmi kuchaytirilgan narsalar. Elevator, mana shu qo'ysa bo'ladi. Light chiroqlarni olamiz. Qani bitta polnosti hamma joyimiz tayyor bo'ldi, hamma xonalar polnosti o'z joyida. Kuchaytiradigan narsa qolmadi. Demak, biz 3-tajga chiqamiz. Da 3-tajni kuchaytiramiz endi. Balki yo'l, yana yangi konveyer bo'ladi, dropper olamiz, bitkina dropper. Mana bu yerga upgrader qo'shamiz. 250 ming dollar premium dropper olamiz. Amirchi 100 ming bo'lib ketdi. Oh, bla, shu suri 100 ming bo'lib ketdi Amirchiga. Yo'q, knopka berdimi? Hozir men ham olaman. To'xtada, ishchi olsa bo'lar ekan, ey. Knopka. Yet knopka olibdi. Hozir biz ham olamiz, bolalar. Bolalar, men aytga ishchi olib qo'ydim. Bizga yangi YouTuber bolalar shogirdlikka oldim, bola ishlashyapti hammasi. Men yana 200 ming dollarga yana YouTuberlarni sotosam bo'lar ekan. Dropper bolalar, dropperlar sotsak pulimiz ko'payib ketaveradi. Короче, pullarimiz ko'payursin. Biz hozir pastda ishlashimiz kerak. Pastda ko'proq obraz yig'sak, bolalar Farruxchindan o'tib ketamiz. Farruxchinda 3 million obunachi. Bilmadim, вообще. Kompyuterni kuchaytirib o'rganda, вообще bolalar. Kumush knopka bolalar 100 ming obunachida. Ko'rsatib qo'ygan mana. Mana 74 ming obunachi. Men Srojboyda o'tib ketdim. Comeback bo'ldi. Srojboyda o'tib ketdim, comeback qildim. Bunisi boshqa gap bor. 80 ming dollarchi bo'ldim men o'sha. 80 ming. 80 ming ta. Amirchi 130 bo'lib ketibdi. Davay bolalar, pullar yig'amiz. Nima? PlayStation ishi? 3-tajga chiqamiz bo'lar, 3-tajga. Mana bu yerga borib turib hard work qilamiz. Yaxshi, bular ham obunachi ishlaydi bolalar, yaxshi. Bular ham obunachi. 90 ming bo'ldi obunachimiz. 93 ming, 95 ming. Oy, bolalar, obunachlar ko'payishini qaranglar, obunachlar ko'payishini. 100 mingda knopka, 100 ming bo'ldi. Tabriklar, 100 ming. 110 ming dollar televizor ochamiz, bolalar. Silver play button, qaranglar hozir kumush knopka ochamiz. Kumush knopka oldik. Yo-mayo bola. Knopka oldim, qaranglar zo'rligini. Yo-mayo bola. Yaqinda uni haqiqiysini ham olamiz. Mana uni ochamiz bola. Kim kirdi uyimga? Qanaqa kirdi bu? 160 ming bo'ldi, tabriklar. 160 ming, men 120 ming bo'ldim. 120 ming men bo'ldi. 750 ming dollarga bir nima berar ekan. Yo-mayo. Uraman bu yoqqa, Nima? YouTube logosini qo'yib olibdi. Men garajimni o'qiyda. Garajim 5 ming dollar, 10 ming dollar, aytgan mashina spam qilsam kerak. Mashina sotib olaman, dahshatdan roziman. O'zimga 2,5 million dollar pul kerak ekan. 25 million dollar. Mashina qimmat ekan, bolalar. Mashina qimmat. 160 ming bo'ldi. Men Amirchikda uyi mana bu yerda bolalar. 180 ming, men 160 mingda bo'ldim ishi. Yo-mayo, ko'payishini qarang obunachilarimni. 160 mingta nima ochardi, 150 mingta narsa. Voy mana. Mana bu gilamoshdagi YouTube logosili. Tepaga chiqamiz bolalar, kechtajga yana worker olamiz. Yaxshi. Bu qanchadan beri tushunda hozir hammasi blogerlarni qo'shib qo'ydik bu yerga. Uyimda polisi ham blogerlar. 180 mingta bo'ldim, Amir. Sen qanchasan? Ben 190 ming. Keyin Amirchik kam qilaman hozir bo'ldi. Amirchikda comeback qilamiz. Amirchikda comeback qilamiz deb bolalar. Mana 200 ming bo'ldi, tabriklar. 210 ming bo'ldimi ishi? Men 200 ming ustida. Farruxjon, o'yli knopkani ham olibdi Farruxjon. Olmay o'yliga ana knopkani olibdi.
Yo, men hozir to'xta, men ko'proq obunachilarni yig'ishim kerak. Men polностью hozir streamerlar o'yini polностью taxlab chiqdim. 3-etajini men polностью taxlashim kerak. Ketdim, farqdan. Juda ham ko'p pul kerak menga. 250 ming dollar pul kerak hozir menga. Kompyuterni yangilash kerak-da, kompyuterni yangilash kerak menga ham. 250 ming obunachida. Voy, kompyuterimni qaranglar zo'rligini. Yo, bo'ldi, kompyuterimni zo'rligini qaranglar. 100 sekund, 300 obunachi sekundiga. Ey, kompyuterim zo'rligiga qarang. Uni вообще uni ichkari. Oy, qanaqa video kartalar bunchada. Prям dahshatlar olib qo'ydim kompyuterda ham bolalar. Sizlarda bormi shunaqa kompyuter hozir? Amirchikda bo'lishi kerak, Amirchikda. Obunachi ko'pdan chunki. 400 obunachidan beradi sekundiga, 400 obunachi. 300 ming ta bo'ldim, tabriklaylar. 300 ming ta bo'ldi, tabriklaylar. Amirchik hali 250 ming ta bo'ldi, hali maya. Men 300 ming ta bo'ldi. 350 ming ta berdi. O'xshamiz. Men importni valla 350 ming dollarga esa 350 ming obunachiga. Nima? Men ochgan payt, ancha vash chiroyli kompyuterga qip-qizil bo'ldi vash. 600 mingdan chiqib obunachi. 600 mingdan? 601 mingdan. 600 bittadan de tupoy. 350 ming obunachim bo'ldi. Yangi kravat, zamonaviy kravatlar ochib endi bo'ldi. Bo'ldi, korotchi hozir 3-etajga chiqamiz. 3-etajda biz mana bu yerda dropper olishimiz kerak va yangi dropper upgrader ham olishimiz kerak. 350 ming dollarga bo'ldi. Chunki bu bizning ishimizni yana kuchaytiradi. 100 ming dollar pulim qoldimi? Oynalarni ko'paytiramiz. 50 ming dollarga mayda ochishimiz kerak, da 50 ming dollarga. Hali 3-etajda mayda chiroyli bo'lyapti. Farruxjonda 30 million obunachi? Farruxjonda 30 million obunachi qarag'asiga. Agarga upgrade olishimiz kerak. 300 ming, men 500 ming obunachi bo'ldim. Aka plan tavsiyalar ekan, chiroyli. Men upgrade olishim kerak. Men upgrader birinchi bo'ldi. Upgrader 350 ming dollar ekan. Menda 500 ga pul bor. 500 ga? Malasi, 1,5 million dollar keyin pul kerak menga, вообще bo'la. Bo'la 350 ana 350 mingga. Aniq qildik. Kimni? Hacker o'znikidan bilib turibdi hackerligi. 55 ming dollarimiz bor, 100 ming dollarga mana bu olishimiz kerak va 1,5 million dollarga mana shu olishimiz kerak bo'la. Sizlarga sirni ko'rsataymi obunachi ko'paytirishdan. Ancha 400 ming, menda 600 ming bo'ldi. Qaraychi, mana qara. 3-etajda ochasan-ku. Men aytki YouTuberlarni olib qo'ysang bo'ladi ishga. Shu YouTuberlarga o'z avtomatik obunachi yig'ibdi menga hozir. Pastdagimi? Suroz bo'yiga o'rgatib qo'yish kerak uni. 3-etajda ishchi olsa bo'ladi, ishchi. Hire work deb yozib qo'ygan. O'sha yerda ishchi olinsa, o'sha ishchilarga obunachilar olib keladi, obunachilar. 3-etajda men polностью yana qilib chiqishim kerak. Dekoratsiyalar hamma joyini cho'tki qilib, chiroyli qilib, moylarni 1,5 millionga ishchi olishim kerak. Bu yerda biz muhokama qilamiz kontentlarimizni. Bu yerda kelgan 50 ming dollarga yana devor olar ekanmiz. Voy, bu yer vash chiroyli bo'ldi-ku bo'ldi. Men 700 ga bo'ldim. Yaqinda bo'ldi, yaqinda hozir 1 millionda bilamiz, oltin knopkani olamiz. 50 ming dollarga yana kuchaytiramiz. Bay YouTuber? Mo'ti YouTuber aniq so'raydi, sotib ekan. 500 ming dollarga deb sotib olamiz hozir bo'ldi. Bay YouTuber logo, YouTube logo sotasiz. YouTube logoni sotib olgan 500 dollar. Lekin endi YouTuber sotib olgan ancha yaxshi, chunki bizga juda ham ko'p podpis yo'q keladi. 70 million podpislik Farruxjon, Zayson 1 million dollar pul. Bay 15 reverse jin bo'lib qolamiz. Yo'q-maya, 4-etajda ham o'stirlarga 4-etajda o'stirga dahshat bo'ladi bor. 4-etajlikini. Bayni 150 ming dollarga 4-etaj o'stirlar ekan. Ochdim men 4-etajda. Yo'q-maya, 4-etaj. 4-etaj bo'ldi uyimiz. Farruxjon uyi necha etaj? Oy, uni uyi vashi dahshat ko'p ham. Bir uyga borib kelamiz. Davay, mashinamni Day, chiqaman hozir. Liftga tushaman 1-etajga. Nima? mashina oldingizmi? Yo'q, hali olganim yo'q. Men nima oldim? Bu art oldim hozir. Ha, mana qara. Qizlarnikini berdi menga. Kut. Qani sen mashinangga qanday olasanlar? Bu Amir please. Men endi chiqing. Ondan chiqdim aytadim. Qani sen? Oh, bo'la. Mashinchalar muborak. Meni bo'lmaydi ekan lekin. Seding. Yo'q, to'xta, men o'zimga hozir mashina sotaman. Pulim bormi? Kaligini olib. Mana kaligini. Vallahi mashina sotaveradi. Birinchi mashinam 50 kalik.
keling. Da ketdi, haydaymiz a. Ketdi. Qani qaysi uyi? Bunda ko'k katta. Ko'kmi? Ha. Yo, garajga qo'yib qo'yamiz Farruh zonga. Mashina uchib ketdi. Qani uchaman shu tushdim. Oy, bolla 1 2 3 4 5 6 etaj, 6 etaj bolla. 11 million. Pul turibdi yig'ilmagan hali. Yo, premier dropper zotoza bor-ku, jinni pul beradi. Bu nima ochib qo'ygan? Yo, bolla xonasini qaranglar zo'rligini. Ikkinchi etajini ko'raychi. 6-chi etajlari o'zi. Nima bizga lift ishlamaydimi? Bunaqasi ham biladim. Voy be. Ikkinchi etajni ko'k qilib tashlagan ekan bu bola вообще. Voy. Aytan pullar yomon yig'ilsa kerak bu bolani bor-ku. Qancha 81 million plus bu bip pul yotibdi. Hozir 100 million o'ynash bo'ladi bola, 100 million. 3-chi etajni mana. O YouTube knopkasida YouTube sotib olgan. 100 million. Mana kiyimni kiyib oldim mana. Uch birgan baku. Dada, uy mana, ko'rding YouTube'lar? Ko'rding? 100 million. Mana nima qolmam edi? Yo, maya bola, mana ekan mana. Kim bular? Bular bu Amirchilar o'xshaydi. Yo, bola, o'yini zo'rligini qaranglar buni. Voy, mog'ozim ketdi bor-ku. Qani 4-etajga chiqaychi. Yo! 1 million bo'lsiz. Men 1 million o'ynatib bo'ldim men. Oltin knopkani ham olamiz bolalar. 4-etaj, 5-etajda ko'ramiz hozir. Ha 600 ga bo'ldi. 5-etajda bular вообще ko'p подписчик olib kelar ekan. Oh my god, bolalar. Hammasi YouTuberlar uy вообще yaxshi ekan. Shahriyarmi? Nima? 3 million bo'lib ketdi. Shahriyar. Ushimi? Hozir boya kiruvdi-ku. Mana bu yerda obunachilarning kirishini qara. Obunachilarni. Yo. Gap yo'q lekin, gap yo'q bolalar. Uyga havas qildim. Menga shunaqa uy bo'lsa bor-ku, bolalar. Hozir o'sha 800 ming dollar pulim bo'lib ketdi bolalar. Hozir uyimga qaytib oladim. Mashinada bolalar, men kuchaytiraman. Farruxjon вообще zo'r ekan lekin uy. Havas keldi, ketidan hasad ham ketdi bolalar. Hozir uyimga ketaman. Va ketdi, mashinachani olib suraman bu yerda. Keldik bola, garajga tiqib qo'yib mashinachamni. Bo'ldi bola, tushamiz. Shoshilyapman, men o'zim skinim qayerda? Men o'zim skinim qanday kiyib olsam bo'ladi? Bo'ldi, o'ylading? Ha, ispan qilish kerakmi? Ha, bo'l o'zim skinim. 500 ming tomonchilar buni 1,5 million tilada. Buni bularda ochsa bo'lar ekan, ochadiganlarimiz ochib chiqdik. Yangi kompyuter ochishimiz kerak. Короче, 3-etajga o'tib olamiz. Desam bastishmabman gidan. Ey, Conveyor. To'xtab tur, sekundachka. Premium dropper 23 ta Robux. Manda nima qizib chiqardi? qiz bola astus-ku darru. Darru ochib berganingiz uchun qiz bola Tushunmadim. Oqa Menga 500 1,5 million pul kerak. Nima? 500 ga nasib qo'y, bir de YouTube'da yozgan. Oddiy. Uni shapatanla. Mana ikkinchi etajda hozir men kuchaytiraman. Mana uni so'qqa keladi, so'qqa. Nima? Shuni ochsam kompyuter ochgan. Uni ochsang, 3-etaj ochiladi. Shu ochib qo'yibman-ku. Konveyer ochdik, drop ochishimiz kerak. Bu yerda 400 ming dollar ekan. Yo, 10 ming dollardan berar ekan mana. Dahshat bo'ldi. Mana atak narmani bo'lib ketyapman. 400 ming dollar yig'sam shu pizdes. 140 million bilan bo'ldi ana. Farruxjonning ishi. Yo'ribdi lekin. Manda 1,5 million to'pinachi. Rojboyda 531 ming. Amirchikda 767 ming. Hozir Rojboy yetaveradi unga. Atak men kambek qildim, bola ko'rdinglarmi? Yorib bordim. Kompyuter ochsizda qadam bilan. Pulga ochasan? Och o'zing 3-etajda o'tirasan, 3-etajda. Uch qo'yna, uchni bosdim. Mana ochsan, senga dropper qo'shdik, upgrader ham qo'shamiz hozir. Konveyerni devorlari bor ekan bu yerda. Yaxshi. Yo, короче, bolalar, bizda video shunda tugatamiz bolalar. Videomiz yarim soatda oshib ketdi bolalar. Albatta bu videoda ikki chiqishni xohlasanglar, sizga yoqqan bo'lsa videoga like bosib, kanalimizga hammasiga obuna bo'lib qo'yinglar. Men bugun admin abuzda ham eng zo'r treadmilllarni bolalar ovrachilarga tarqataman, shuning uchun ham albatta pastdagi 4 ta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyinroq ko'rishguncha, xayr.